Mana Qo'chqorda hozir tortib ko'ramiz deyishyapti, ammo qo'ydim menga yoqqan joy o'ta yo'g'on. Живой весni men 110-112 kilo ko'rdim. Qo'y juda unaqa katta emas. Bitta yutug'i qo'y yo'g'on. Tortib ko'ramiz. Tilosdan kommentariyga yozinglar. 9,5 bermadi. Yo'g'on, o'ta yo'g'on. Qo'y olib turganda oyoq qo'li yo'g'on, beli katta qo'y olinglar, birodarlar. Hech qaysi bloger bu gapni aytmaydi sizlarga. Birinchi qo'y olib turganda oyog'iga qaranglar, kallasiga qaranglar. Oyoq qo'li yo'g'on, kallasi katta, beli katta qo'y olinglar. Beli kichkina, oyog'i ingichka qo'y, kallasi kichkina bo'ladi. Iloji boricha qo'y olib turganda shoshilmasdan, o'rtaga odam qo'shmasdan olinglar. To'rtishmi bu kichikmi? Kichik ekan. Shu men 110 kilo ko'rdim. Sababi yo'g'on. Ama dumbat kichik ekan. Assalomu alaykum. 92. 9,5 berilmayapti. Zotni ham chora, zotni ham, so'yishga ham, boqsa ham. Boshqa qo'yda hozir Qur'on hayitgacha to'g'ri boqsa живой вес 135-130 kilo bo'laveradi. Sababi yo'g'on. Yana qo'shadi bu. 110-112 kilo ko'rdim. Endi avvalo xudomi. Yaypanda islomda hovli. 110. Tortmaylar shu 1 minut. 111 kilo. Yama aytib qo'ysiz. Dadam 15 ishtimi? Dadangga salom yo'llab qo'yaman. Salom yo'llab qo'yasiz, ha? Chiqardan keladi. Bu 5 million 600 ming tortyapmiz. Rahmonjon mujjal qiling, aytingchi kilo hozir ishqovatchilikka. 75 kilo semiz. 77 kilo. 78 kilo. 80 kilo keldi. 78. 5 million 678 kilo. Bunisi 5 million 200 ha? Bu ham uzun ekan Rahmonjon. Yaxshi qo'ylar Rahmonjon. Rahmonjon bo'yicha 70 kilo. 70 ga qo'yingchi. 70. 5 million 200 ha bu? 71 kilo. 70 ko'radim, 71 kilo bu keldi. Mana qo'y. Yaxshi kelgan sababi oyoq qo'li yo'g'on. Oyoq qo'li yo'g'on qo'y olinglar, birodarlar. 5 pul bo'lash qo'chqorsiz. 6 million. Aka nechi pul bo'ldi aka? 9 million bo'pti. 9 million. 9 million. 5 miydi? So'yasizmi? Ha, so'yayman. 40 kilo keladimi? Yo'q, hammasi 40 kilo. 5,5 millionga olishdi. 42-43 kilo ko'rdim. Suyli Qo'chqor akamni. Xudo barakasi bo'lsin, живой вес 70 kilo chiqaradi. Tort ko'rmaymizmi? Tortib. Ben böyle ishqovatchilikka. 70 dedi. Men 70 kilo ko'rdim, egasi bilmayman xolis. Torting. Men endi ko'rdim, 70 kilo Qo'chqorni avvalo xudo. 72 kilo. Qani aka? 72 kilo. Ahmad aka, pulini men beraman ha? Yo'q. 5 ming. Aka. Men mujjalim taxminim 70 kilo. Harish Allohdan biz mujjal qilamiz. 70 yo 69. Altmış 7 kilo. 67 kilo. İşte raqamlar 81 mingdan tushdimi. 70-69 kilo ko'rdim. Sotildimi aka bu? 46 bo'ldi oldik ya. Qurol yaxshi ekan ko'cha. 4 million 600. 76 mingdan bo'ldi. Tarozi 76 mingdan bu. Tortib berishda? Ikkovi nechi pul bo'libdi ikkovi? Tuttasi 16 million. 4 million. Bu hozir 4 milliondan arzon bo'libdi. O'zi olibdilar kelar. Bilalla. Qo'ydi foydalanuvchi odam baribir arzon oladi-da. Mana tort ko'rdingizmi? Bo'ldi aka tortib. Buni taroziga tortib berasizmi? Tortib beraveramiz. Nechi pullar? Olsan, 76 dan berdingiz-a? Bilasiz, hamma. Ketdi. Buni ham 76 dan beraveramizmi? Shu ham 76 dan. Ujizgami? Ya endi xalq uchun hozir qo'yganimni to'g'risi yolg'on bo'lmasin. Bo'ldi. 76 dan mana. Bozorda bilaylik, Bozorda dehqon arzon, kelishaveramiz. Bizniki dehqonni bilasiz.
Bunisi 76dan berishdi. Bunisi 76dan berishadi. Faqat shoshilmasdan qo'ya olish kerak, birodarlar. Xolis maslahat, dehqonda narxlar arzon. Assalomu alaykum. Bozor yangiliklari kanali obunachilar va kanalimiz mehmonlari, aka-ukalar. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon qo'y bozoridamiz. Hafta kuni 11 fevral, xudo xolasa biz syomkalar boshladik. Chorshanba akalar Qo'qonda qo'chqor so'yish 135 ming, so'liq so'yish 115 ming, qassoblar naqd pulgami 130 dan so'yadi qo'chqorlarni. Qo'ylar taroziga shu 75 dan 80 gacha bo'lyapti. Bu real narx, xudo xolasa biz boshladik. Chiroyli qo'chqor ekan, ish bo'ldi. 92 oldu kocan. 92. Qaysi ha, zo'r ekan. Ko'chati, sifati zo'r ekan. 9 million 600 dan 9 million 200 dan olyapti. Qo'ylar ana orqangizdagi. Yaxshi ekan. Mayli, bor har banda foyda hisobi. Yaxshi ekan. Onaqalar baland ekan, o'sgan qo'y ekan. 4 million 600 dan yaxshi bo'pti. Xudo barakasini bersin. Neç pul bo'pti inamali? 6 million. Hali az qo'chqor. Zokirjon, bering foydalanishga qanchaga bermadingiz? 5 million. Yaxshi pul bo'pti, 5 million. Tushgan qo'ling. Men qo'shdim 153 berishga rozimisiz? Qattiqligimi? 3 ko'prikli birinchi raqamli qo'y boquvchi odam. Lider. 53 ga bering Zokirjon. 5 million bo'ldi buni. 5 million. Boqqani, ha? Yaxshi qo'zlar ekan, mana o'sgan 5 milliondan. Akmal aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Akmal aka yaxshi odam, Besharada eng mashhur odam. Ish bo'ladi, Akmal aka. Ishga bermadi, to'g'risini ayting. 11 ga. Ikkovini. Ko'chati zo'r ekan-a buni. 11 million beriladi. Ko'chati yaxshi ekan. Akmal aka, mayli omadingizni bersin. Biz kelsa so'rashib turavering. Necha pul to'layapsiz? To'rtta sariq qo'chqorlar bor ekan. Qo'chqorlar menga yoqqan joyi suyugi buzuq, suyugi yo'g'ligi yaxshi. 20? 6 million 750 dan. Eng kichkinasi 85 kilo. Boqqan savdo qilishyapti 27 million. Bu qo'y tushungan odamni qo'yi. Mana shu qo'ylar boqsa, 3 oy to'ydirib boqsa, kamida, kelmasa jivoyimiz 120 kilolik bo'ladi. Sababi yo'q. 89 kilo keldi. 90 kilo atrofida. 90 kilo atrofida menga qarang. Biz aka-uka odammiz. To'roni o'zimga boqqan ish pulga berasiz. Xolis ayting. 500 ming qo'shingizga beraman desa yo'q. 27,5 bo'lsa berdim. Menga 27 ga bermaysiz o'zimga. Kim savdo qilyapti? Ana. Ha, savdo qilyapti. Hozir 500 ming qo'shingizga beraman deyishyapti. Yaxshi qo'ylar ekan. 26 sam bermayapti. 27 ga bermayapti. Boqsa plus kilo, quruq aytguncha 120 kilolik bo'ladi. Aka, yaxshimisiz? Necha pulga bermadingiz buni? 5 million 400 ga berilmadi. 5 million 400 ga. Aka, buni necha pulga bermadingiz? Katta qo'y aka, 6 million 100 ga berilmadi. 6 million 100. Aka, buni necha pulga bermadingiz? 5,5 ga berilmadi. 5,5 millionga. Necha pulga bermadingiz buni? 48 ga bermadingiz. Ana semiz qo'chqor ekan, 40 kilolar 48 ga berilmadi. Qancha? 67. Boqqani. Men sizni kuzatdim, katta qo'y ekan, suyuqli qo'y. Mana 50 yildan emas qo'y boqasiz. Men bilaman-da sizni. Dumbali qo'y boqqan yaxshi, dumbali qo'y boqqanga foyda qilaman. Obunachilar uchun halqada men bu videoni butun O'zbekistonga Dumbalisi yaxshi-da. Dumbali kichkina qo'ydan foyda qilib bo'lmaydi-da, xolis. Ondan qilmaydi. Necha yildan emas qo'y bilan shug'ullanasiz, xolis. 50 yil bo'ldimi? Bizniki ko'p bo'ldi. Yapanda. Ha.
Mana bu narsalar dumbali qo'ya boqqandan foydaga kiradi. Bu gap birorta videoda yo'q, birortasiga gapirmaydi xolis. Dumbali, bo'yinli, yelkali qo'y boqqanlar foydaga kiraveradi. Aka To'rov ish bilan aka, assalomu alaykum. Zo'rmi ishlar? 18 kam bor. Ish bilan bermadingiz bugun? 17 arzon ekanmi? 1 million 250 dan berilmayapti. Qo'ylar yaxshi, kiloga ham, bo'yiga ham hamma yoqda kilolardi. Qaysini sotilish bunda? Qulloq bo'lsa 26 million 400. Qulloq bo'lsa ham semiz. Shunda men hisoblashimcha 5 million 280 dan. 5 million 280 dan. Tort ko'rasizlarmi? Boqqanimi? 70 kilo, 73 kiloning atrofida aka. Yo'q, qo'ylar semiz ekanmi? Uzoq boqmaysizlar buni. O'zi olya go'shtdan o'tganda so'yishga tayyor. Birodar ish pulga bermadingiz buni? Ha? 8. Dehqonchilikmi? Ishi bormi buni? Yo'q. 4 million 800 ga beriladi. 4 million 800. Hovli qayerdansizmi? Men e'tibor beraman, sog'liqni kattasi aytasiz. Hoji aka, buni sotmadingizmi bugun? Nech pulga? 17 ga. Qanchaga? 17 millionga bermadingiz. Zo'r ekan-a? Inasi ham kerak. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. 5 milliondan aka oldingiz. Sochmab 17 millionga. 17 million. Chinishda inasini. To'rtishaka mana. 17 millionga sotilmayapti, qo'chqor sog'liq. Inasi bu 90 plus, 90 kam chiqmaydi. 90 kam chiqmaydi ama. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Xonadonlar tinchmi aka? Rahmat aka. O'zini bitta oling. Sardor aka, chiqarib bering. Qo'chqor sog'liq shu 1 oylik bormi, oshxonog'imi? Xolis. Bilmadim aka, 1 oylik boradi. 1 oylik yo'g'on to'g'ibda. Ha, 4 ishni buzibdi. Oxirgi narxini ish pulga beramiz. 93 aka. Oxirgi narx 91 qilyapti, 93. 93 ha? 88lik 625 77 11 aka. Qo'y, hepsi uzun narsaga 85 oshiq bo'lgan xudo xolasa. Aka, yaxshimisiz? Ish pullar bular? Narxini aytavering. Bular 9 dan qilyapti dedilar. 9 dan. Ikkita balasi ham bor ha? Vallahi bolaga 9 dan. Bularchi ikkovsi? Nima aka bu? 6 million qilyapti. 4 million. Ha, 4 million qilyapti, 6 million qilyapti mana. Aka, yaxshimisiz? Bormisizlar, tinchmisizlar, Dilshod jon aka? Sog'liq bozorida hurmat qilgan odammi? Qaysilar sizlar aka? Zo'rmisiz? Rustamjonning sherigimi aka? Ish puli berishmabdi. Ha, tegizinglar ish pulmi? 12 milliondan kami bor aka bir joyda. Tegizinglar. 12 da oxirgi narxini aytmoqchi ekansiz. 10 million beraman aka. 10 million 500 mingdan şeyda berman. 10 million 500 dan berman. Ikkitasini ikkovi ham qo'chqor, bittasini qo'chqor sog'liq. 5 ta Dinasi boshqa tushgan sog'liq. ekan, dalani 6 tadan ishlari dalaniki. Dalani qo'y. Telefoningizni yaxshi. 97lik 555 57 47. Aka, sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Musabi o'z qo'yib, Musabi o'z. Nishpil. Baraka bo'ldimi? 7 million. Yaxshi bo'l, 7 million. 7 million yaxshi bo'l. Xudo barakasini bersin, balasi qo'chqor, 7 millionga baraka bo'lsin. Shuni ishlayapsiz, kishi? 6 ta. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? 7 million. Oldi aka. Zo'r, zo'r. Mana sog'liq kimdan ekan, qo'lchaqchi. Balasi yomon ekan o'zi. Zo'r boqadi biroq. Prosent bilan bilan savdo qilingan qo'y 10 million 600 ga olinibdi. Qo'yda bitta yutug'i, o'ta qo'rg'alari qalin. Naqd 85 kilo, ichki yog'i sal ko'proq kelaversa 90 kilo pilis bo'laveradi. Shukur aka, menga nech pul berdingiz? 9,5 million. 9,5 million. Xudo kichiklarni so'yib Aka 5 qo'yib baravar bor. 9,5 million. Beramiz oxiri.
Chodirdan kelishdi qo'y sotgan Qo'qonga Xonoboddan hozir shu 3tasini sotishdi, 3tasini savdo qilib berishmayapti hali. Hozir bu 95 bilan 100 kilo o'rtasida 7,5 million berilmayapti. Ha, bu necha pul bo'ldi bu semiz? 7 milyon 300 bin. 7 milyon 7 Sariq milyon necha? 800 bin. Sariq 7 million 8. Ikkovsi 120 kilo keladimi? Bu sarig'i 102 kilo. 102. Bunisi 97 kilo. Ha, 200 kilo. 75 million. Qo'y serob bo'li, semiz qo'y babi hali ham susroq. Hoji aka necha pul bo'ldi ko'k qo'y? Sotilgan yo'q. Hozir pulim qotdi. Havo isib ketmasdan olib chiqib solsin hozir dehqonlar. Nima desa? Dehqonlar havo isib ketmasdan hozir olib chiqib solsin. Ertadan keyin yo'q qiyin bo'ladi keyin. Shuni avvalicha qochib berasiz endi. Semiz 120 kiloligini 10 million 200 ga bermayapti. 10 million 200 ga. 10 million 200. Hoji aka necha pul berdingiz bunga? Necha pul berdingiz? Beradisan yo'q deyishyapti. Ama Qo'chqor o'zi ham Alloh husn bergan ekan. O'ta go'zal aka. Polvonligini qarang, 9 million berilmayapti. 111 kilo chiqdi qori. Aytishdi, topib kelibsiz-ku. 111 kilo chiqdi ama. 111 kilo. 27 milyon 300 bo'ldi. Biz qo'yamiz shuni. Hozir hoji akam savdo qilishyapti. O'ta yo'g'on, o'ta polvon. Suyugi mol suyugi o'xshagan qalin ekan. Ham bu ikkita ish. To'g'ri boqsa 135-140 kilolik 9 million berilmayapti. Bu 9,5 million berilmayapti. 120 kilolik. Bu 4 ta Qo'chqor, yaxshi Qo'chqor edi 27 million qilsam 27,5 million senga beraman deyishdi, sotildi. 27 million 300 ming. Bu yaxshi Qo'chqor ham yaxshi bo'ldi. Jivo vesiga 75-76 da. Menga qarang, meni 300 ming pulga sotdingizmi? Ya endi menga qara jiyanim berib yuboribdi. Men 300 ming pulga sotdingizmi hozir? Serob obona olib beraman. Serob bundan Nechta bor yana? 60 tacha bor. Qayerdadingiz? Ha nimada? Finga qo'ydi. Qo'yaver. O'shancha telefonda oldi, chaqiramiz deydilar sizni. Reklama qilamiz. 27 millionga olib 27 million 300 ming berardimmi? 300 ming pulga Serob deyapman, sotdingiz. turibdi, olib beraman, o'shandan sizga olib borib beraman. Mana uyda bor ekan. Bor, olaver. Telefon. Mana shular YouTube'ga chiqadi. Ertaga chiqadi. Salloh ham boshida chiqadi. Uchoq necha pulga berasiz bular? Aytingchi narxini. 5 million 300 ga buni, ha. Hechimasi arqoni qo'ydi aksini. 52 bo'chi. Serigin sotdim, ortiq 12 ga berdim. Ha. Semiz Qo'chqorlar akami. Opoqi necha pulga bermadingiz buni? 62 polvon Qo'chqorlar ekan. So'yishga, marosimga yig'sanga tushoradi. Qassob xona yo'nalishiga ham tushoradi hozir. Uchoq necha pul qildi? Bittasini. Qaysi? Necha pul? 8? 4 milliondan savdo qilishyapti. 4 milliondan 8 million. Badani semiz. Jo'vis 55-56 kilo Qo'chqorlarni. Yemda turgan. 3-6. Arzon bo'pti. 13 million 600, 4 million 530 dan arzon. Bular 4,5 milliondan beraman, 4,5 milliondan. Boqishga yaxshi variant ekan, 4,5 milliondan beraman. Mana Qo'chqorlar ham savdo bo'ladi 20 million, 4 milliondan qo'ygan suyog'i gaz bo'lmaydi deyapti. Ikkovini qanchaga bermadingiz? Ikkovinimi? Ha, Endi olib kirdim. savdo qilishdimi? Biron Bilan berib yuboraman deb. 4,5 dan berib yuborasiz. Bozor bo'yicha eng qimmat simvol o'zi. To'g'risini aytgan ekan. Eng arzon pirish. Eng qimmat simvol olib qo'ying. Xalq aytadi, xalq. Biz aytmaymiz. 4,5 deydi. 4,5 9 ga bermayapti.
Bular savdo qilmadimi? Nishmi? To'ron ish beraverasiz, to'ron quyuq suyuq. Aytingchi? 5 dan o'tib berasiz. Qo'chqormi bu? Nish pulga bermadingiz? Yaxshi qo'chqor ekan, 5 million 400 beriladi. Sifat ko'chati zo'r. Живой вес 65 kg qo'chqor. Bo'yi ham 85 sm chiqqan. Shu qo'chqor yurgizib turib zotga beraveradi. Hali ancha muncha o'sa, bir to'ri 5 oydan kishi biz arqonli yaxshi ekan. Menga qarang, nish pulga berasizmi? Hovli qattasizlar aka. Ko'prik. Nish pulga berasiz oxirgi narxi. 6 million ham so'raveradi. Yaxshi ekan, oyoq qo'li yo'g'onlar, ko'chati zo'r ekan. Mana shunaqa yaxshi qo'chqorlar shunaqa bozorda ham uchraveradi. $4 million 300 ga beriladi, $4 million 300 ga. Polvon qo'chqorchi ekan. $4 million 300. $4 million 300. Iloji boricha. Mana shu qo'yda sifat zo'r ekan, bo'yi 90 sm, qo'zichaq ekan hali. Живой вес ham shu 85-86 kg bo'ladi. Ko'chati zo'r ekan. 7 millionga olishdi, ko'chati zo'r. Qo'qon uy Instagramda bloger oldi. Ishqochilikka yursa plyusga yuradi mana. Allah razı olsun. 7 milyonga olib, 7 milyonga. 5 milyon 800 ga berilmayapti, shu 73-74 kilo. 73-74 kilo qo'yar ekan. 5 milyon 800 ga. Qitisha bu, tishikdami? Kitish o'tasimiz qo'chqorchi ekan, 4 million 250 ga savdo qilishyapti, 4 million 250 ga. Baq aytishyapti, 4 million 400 ber deyapti. O'tasimiz ham polvon qo'chqorchi 33 kilo ekan bu. 33 kilo. Qancha aka? Ish bir 12 million 740. qanchaga berishak aka? 13 beringlar dedim. 13 ga bermadim, ukamga beraman 12 dedim. million 700. 600 qilmay 100 ming. Bittasi qarang, shunda bittasi 4 million, ikkitasi 4 million 700 aka. 33 yarimdan böyle, 42 yarim. 42 Shunday yarim. aka, qilishadi. İki borda. Ha, o'sha 12 million 800 qiling. Men 100 ming qo'shdim. Qarang, men qo'shib yubordim. Bering. Ya biraz yubolang uchun baraka Oling, toping. 12 million 800 ga oling bo'ldi. Rozimisiz aka? Ha, arzon. Oling, 12 million 800. Baraka toping. Oyoq qo'li o'sgan ekan. Pulni sanoring. Ham dumbali qo'y ekan, yaxshi ekan. Plyus ko'radi boqishdan keyin. Baba, ko'ting joy bilan. 5 million. Arzon tamam, 5 million. 5 million arzon. Bo'g'oz qisirligini xudo biladi. 50 kilo chiqadimi? Bunaqa kiloga hisob bo'lmaydi, sifat yaxshi ekanda. Kiloga to'g'ri kelsa ziyon qilib qo'yadi aka. Zotga, sifatga. Mana shu qo'ylar arzon sotilib qirishdan. Asl cho'ponni qo'ylar qirishdan baraka beribdi. Shu bozor oxirida 4 ta, 5 ta, 6 ta qolsa bular 200 ming, 1-200 ming qaramay bo'shatadi, ol deydi. Kilosi ham, bo'yi ham, vesi ham yaxshi. 4 million 300 dan mana shu arzon. Muhammadjon qassob bugun xudo xolos katta qo'yaptilar. Muhammadjon qassob bu ikkovi qo'yni qachon so'yamiz qushxonaga, qassobxonaga? Ertalab chiqadi aka. Ikkovisi xolis ayting 150 kilo kelarmi, kelolmaydimi? Men mo'ljal. 146 kiloga 119 kilo. Tortilaymi? Qachon? Egasiga tortib kelgan ekan. Ha, 146 kilo, 119 kilo. Muhammadjon qassob bitta xudo xolos qo'y so'yadi. Ikkovisi 150 kilo kelarmi go'shog'iga? Keplar xudo barakasi bersin. Ayting xalq uchun 20 million 400 ming. 20 million 400 ming Muhammadjon qassob qo'y olgan. Men bu qo'yda bittasi 70 kilo, men mo'ljalimda, hamma mo'ljalimda 80 kilo ko'rdim. Bundan talaz zo'r keladi ama. To'g'rimi?
80 ga 70 ko'rdim. Avvalo Xudodan Muhammadjon Qassoyevga so'yadi. Baqachorsi kilo orasida, baqachorsi xolasining kavobi ham bor ekan. Hoji Kamol Abu Saqiy o'ta suyidor, o'ta polvon qo'chqor. Oxiri 9 million 200 bo'pti. Xudo haqiqiy bu savlat bergan qo'chqor ekan. 9 million 200. 10 million 400. Mana qo'chqor. Qancha qilyapsiz, birodar? 87. 8 million 700. Hozir dadam ko'ramiz. 8 million 700 qilish. So'yasizlarmi? Ana qo'chqorni zolishiringlarni. Qaysini? Shimollikda kattasimi? Uni hali nima oldi? Yepali, katta. Katta qo'chqorlar. Alloh rozi bo'lsin hamma. 75 million. Qassob buva qaysisi? Mana bu. Nechi pul? 7 million 300 ming so'm. 7 million 300. Hali uchtasi kim oldi uchdan? Ha, sotildi. Kim oldi deyapman, shuni sotilgan. Yo'q, bittasini nima oldi? Shkolxonaga. Onani marta ekan. 7,5 million savdo qilishadi. 7,5 million katta qo'chqor semiz. Живой вес 100 kilo, yoshini kattaligini hisob. Mana shu yerda ikkita qisir soliq baraka bo'pti. Qisir soliq monisi 60 kilo keladi, 7 million bo'pti. Bunisi 6 million. Bunisi 50 kilo plus. Bunisi 60 kilo plus. Quyi suyog'i 13 millionga baraka bo'pti. 13 million. Bunisi nechi pul bo'ldi? 45 kiloga bo'lakkan-a? 45 kilolik sovuliq. 46 ga baraka bo'pti, 46 ga.